Shu diyor madhili daftaring to'lsin va shirin o'ylaring aylansin chinga. Assalomu alaykum eng aziz, eng qadrli hamyurtlar. Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari. Hammalaringizga eng avvalambor yoqimli ishtaqa tilaymiz. Bugun mana shu azim va qadim hamisha noqiron bo'lgan Samarqandimizning bir darg'asi Nurobod tumani mana shu Ibn Sino masjidida dam olaman deb barcha viloyatlardan qadam rajda qilgan aziz hamyurtlar, eng avvalambor sizlarga inson uchun eng kerakli bo'lgan sog'likni tilaymiz, uzoq umr tilaymiz. Buni o'zgacha fayzi, o'zgacha sababi bor albatta. Uzoq umr ko'rgan inson, sog' salomat bo'lgan inson qolganini Xudoyim o'zi beradi deb turib, albatta eng yaxshi kunlarni niyat qilib yashab boraveradi. Shu bilan bir qatorda fursatdan foydalanib, mana eski yilingni qanday kuzatsang, yangi yilingni ana shunday kutib olasan deb bejiz aytmagan. Biz hozir sizlarning chehralaringizdan, mana shu yerdagi o'tirgan kayfiyatlaringizdan ko'rib bilib turibmizki, eski yilni juda ham chiroyli qilib kuzatgansizlar. Bugun yana yangi yilda o'zgacha fayz bilan mana shunday dam olish maskanlarida o'zlaringizni sog'liklaringizni tiklash, qanchadan qancha tanish bilishlar orttirish, shu bilan bir qatorda mana shu yerda mana shu Nurobod tumani Ibn Sino masjidi borligini yana targ'ib etishda o'zlaringizni kuchlaringizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Men yana bir bora sizlarga faqat yaxshi kayfiyat tilar ekanman, sog'lik, salomatlik tilar ekanman. Yangi yillaringiz yana bir bora chin yurakdan muborak bo'lsin deyishga ijozat etgaysizlar. Shu munosabat bilan aziz do'stlar, mana bugun sizlarga mehmon bo'lib turgan san'atkorlarimiz, O'zbekiston Respublikasi Milliy maqom san'ati, shu bilan bir qatorda Samarqand bo'limi, hududiy bo'limi bir guruh jamoasi, shu jamoa qoshida tashkil etilgan Via Samarqand guruhi sizlarga o'zini kuy va qo'shiqlarni taqdim etgani qadam ranjida qilishgan. Fursatdan foydalanib sizlar nomingizdan agar bugun konsertimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ustozim, bizning rahbarimiz mana shu yerda dam olyapti, mana Adnamjon To'xtayev. Sizga ham yaxshi kayfiyatda bir qazik chalib qo'yamiz shu yigitga. Hozir ana shu Via Samarqand guruhining yakkaxon xonandasi, mana shu elimizga manzur bo'lib kelayotgan, o'zini muxlislariga ega bo'lib kelayotgan san'atkor qizimiz Zumradxon Qarshiyevani kuy va qo'shiqlar bilan boshlab olamiz. Kezi kelganda sizlarni galma-gal davramizga ham taklif qilib turaveramiz. Xorazmliklar bormi? Bor. Bir 5 yildan beri kelaman, faqat xorazmliklar bu yerda san'atni boshlab beradi-da. Iltimos qilaman, bu tomondan vodiyliklar bo'lsa, ularni ham birinchi galda davraga taklif qilib qolamiz. Bu tomon Surxondaryo, bu tomon Qoraqalpoq, keyin yana u tomon uzoq yurtlardan baribir kelgan mehmonlarimiz ko'p. Sizlarni galma-gal davramizga taklif etib boraveramiz. Yana Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bizni tilga olmadi demaylar. Sizlar bizni yuragimiz bilan yaxshi ko'radigan Navoiy viloyatlari qo'shnimizni sanalasizlar. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xizr nazar solgan, duo ketgan yurt. Qo'shiqqa aylanur har azob, har dard. Shu yurt uchun o'ynasang, quvnasang, ko'ylasang arzir. Ikki dunyoda ham bitta Samarqand. Men o'zim Qashqadaryolik bo'lganligim uchun faqat o'zini viloyatini maqtamasin deb Qashqadaryoni aytmadim. Xafa bo'lmaysizlar. Marhamat.